O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asaridan "O'ris bolaning onasi" hikoyasiga o'ksulaym. Dunyo shunaqa ekan, jon bolam, Xudoga shukr, bolaginam o'zidan ko'paydi. 6 nevarani duosini qilib o'tiribman. Siz bardammisiz? Nevalar kattalashib qolyapti. Allohga shukr. Valijonim bitta bo'lsa ham 10 tani o'rnini tatiydigan bo'lib chiqdi. Bir vaqtlar Zebi xoladan hayiqmaydigan bola yo'q edi. Zebi xola sap-sariq jingalak sochli, ko'k ko'z o'ris bolasini Valini jondan yaxshi ko'rardi. Maktab bu muqaddas dargoh. U Mana bilimlar maskani. Unda ta'lim, tarbiya olasiz. olsin-chi, qo'lim kuyib ketdi. Xola, nima qilyapsiz? Axir bu yer maktab-ku. Maktabligini o'zim ham bilib turibman. Masjidga kelganim yo'q-ku axir. Bolam ertalab choy ichmasdan ketgan. Qorni och o'tirsinmi? Axir bizda komissiya bor, dars bo'lyapti. Komissiyang non yemaydimi? Bolam tishini kovagini so'rab o'tirsinmi? Ana komissiyang ham kulyapti. Nazorat ishi bo'lyapti bizda. Ma, Vali, o'g'lim, toychog'im, o'zimni o'g'limdan. Hey, nimaga meni bolamni urasan? Yana urasanmi? Nimaga meni bolamni urasan? Yana urasanmi? Yorilgan ko'chalarni suvuray sochim bilan. Yashang. Changga chiqsa suv sepay ko'zimdagi yoshim bilan. Jon bolam, jonim bolam, qaylardasam bergil xabar. G'amda boshim, ko'zda yoshim, ichganim bo'ldi zahar. Zafarandek sarg'ayurman, hasratida qon yutdim. Ko'zlarimning nuri ketdi, yo'llaringga termulib. Bo'ldi, qo'ying, siqilmang. Nima qilasiz qilib? Hech bo'lmaganda kimsanim kelsaydi. Qo'ying, mana bor-ku. Hali to'y tomosha qilasiz. Qo'sha-qo'sha nevaralilar bo'lasiz. Qo'ying, siqilmang. Rahmat. Bolajonlarim, kelinglar yonimga. Bo'ylaringdan. Mana shu dutorni joyiga olib borib qo'ying sizlar. Voy, sinib qoldi. Yo'zing. Ketdik. Ey, dutorni kim sindirdi? Senga aytyapman, dutorni kim sindirdi? Haligi Bipopam chalgandilar. Bir chalib beray degandilar-da. Zebi chalgan bo'lsa mayli, unga ham oson emas. Bir oyda ham eridan, ham o'g'lidan ayrildi. Shuni ayting dadasi. Bir oyning ichida ham eridan, ham yolg'izgina o'g'lidan ajrab o'tirsa-ya, hali ham chidar ekan odamzod. Lekin mana shu valisiga juda bog'lanib qolgan. Ilohim hamma niyatlari shu o'g'lidan ko'rsin-da.